Birdaniga o'rganib olib ketishlik bu уже qoyillikda. Birinchi navbatda bu ya'ni hunar, ilmli ish bo'lgandan keyin uzoq muddat bilan har bitta xodim bilan ishlashga majbur bo'lamiz. Chunki bu narsani agar har qanday o'sha talant bo'lib kelgan taqdirda ham biz o'zimizni shkolamiz, ozgincha maktabimizni o'rgatishimizga to'g'ri keladi. O'rgatganimizdan keyin tabiiyki ishonchli shogirdga, ishonchli xodimga o'rgatgimiz keladi, chunki ular biz bilan ya'ni yelkama-yelka davomiy ishlashiga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz ko'pincha insonni o'zi bilan gaplashib, muloqot qilib, ishonchlilikka e'tibor beramiz. Chunki bu ish o'rgansa bo'ladi, boshqa qilsa bo'ladi, lekin ishonchli xodim topish qiyinroq. Chunki siz ozgincha o'sha sizdan o'rganib, ilm olib, bemalol keyin boshqa yo'lga, ya'ni ketib qolishi mumkin. Shu jihatlaridan u bilan yaxshilab kelishib olamiz. Ma'lum bir muddatdan keyin ketsa bo'ladi, lekin birdaniga o'rganib olib ketishlik bu уже qo'pol qilib aytganda bir qoyillikda.